Endi inson vujudidan harakatchan yaratilgan bir maxluq. İnsanda nurgun havaslar, Arabcha shahvat deb qo'yamiz. Uyg'urchadagi shahvatning ma'nosi sal boshqacharoq. Ya'ni havas, qiziqishli yaratilgan. Shu qiziqishning turtkilarida inson dunyoda yashaydi. Yemek-ichmak bir xil qiziqish bor. Bu yemek-ichmakka bo'lgan qiziqish, ehtiyoj insonni o'zining hayotini saqlab qolishni uzluksiz harakat qildiradi. To'y qilishga bo'lgan bir qiziqish, bir ehtiyoji bor. Bu insoniyatninki naslining davom qilishini saqlaydi. Masalan, boshqalarning orasida go'zal ishlarni o'tirg'i chiqish qo'ygan bir qiziqishi bor. Bu boshqa go'zal natijalarni yaratadi. Mana bularning hammasi Alloh insonga qo'ygan qiziqish va qiziqishning turtkisida o'tirg'i chiqadigan ish. Dal inson mush ishlarni go'zal yo'lga salalig'inida inson o'zining Parvardigorining yuqorisi yaratish va boshqa ne'matlariga aytgan shukrisi, bildirgan minnatdorligi, xursandligining ifodasidir. Endi musha kelgan vaqtida men bayatning insondagi bir qiziqishning gapini qildim. Yani biz bazı shahvat deb atab qo'yamiz salbiy ma'noda, ammo arabchada umum ma'nosini o'z ichiga oladi. Ya'ni insondagi bir xil qiziqish, havas Alloh subhanahu va taolo inson yaratgan narsa. İnsan mush qiziqish, havas, shahvatlarini ijobiy, foydali yo'llarga sarf qila olsa, salbiy, zararli yo'llardan to'sab qala olsa, inson ajoyib natijaga erishadi. Bunun için insanda mana ikki xil narsa ketadi. Payg'ambar alayhisolamninki Bayhaqi Anasdan rivoyat qilgan Shu'abul Iymon nomli kitobida keltirgan bir hadisda al-iymon nisfat, iymon ikki turlik bo'ladi. Ikki yarim. Birisi sabr, yana birisi shukr deydi. İnsonga nurg'un havaslar, insonni intildirguchi, bir turtkuladigan ishlarga bir xil qiziqish, havas yaratilgan bo'ladi. Bularni to'g'ri yo'lga solish uchun inson nurg'un narsaga sabr qilish to'g'ri keladi. Chunki mangadigan yo'l ikki xil. O'zining havaslarining turtkisida ya u yoqqa mangadi, bu yoqqa mangadi. Havas u yoqqa tortadi va agar sen havasning bo'ynini qayirib bu yoqqa torta olgan vaqtingda sabr qilish degan shu. Ba'zi narsalarga bardoshlik qilish, ba'zi narsalarga chidash shu. Shunday qilgan vaqtingda sen Alloh subhanahu va taologa shukr etgan bo'lsa, sening iymoning qanday qilinadi, butunlanadi.